Assalomu alaykum Chorva Bo'ston kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Hafta kunimizga payshanba 2026-yil 25-iyul Andijon viloyati Asaka O'zbekiston qo'ymol bozoriga kelganmiz. Xudo xolasa, musofirdagi akalarimiz uchun iloji boricha mana shu qovun tarvuz, mana o't hashay, piris hammasini narxlari bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'ysangiz jigarlar, xudo xolasa mehnatimizni qadrlagan holda. Qani bo'lsa videolarimizni boshladik. Bugungi videolarimizni oxirigacha kuzatib boringlar. Qovun tarvuz, piris, o't hashay hammasidan bo'ladi. Mana obuna ot hammasidan bo'ladi. Taniganlar bo'lsa musofirda akalar uchun mana darvozasidan kirish, mana Asaka O'zbekiston qo'ymol bozorining darvozasidan kirishda turibdi hozir. Qani bo'lsa obuna otlardan boshlaydik. Birinchisidan Hojiboy, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Hojiboy, charchamayapsizmi? Xudo xolasa. Hojiboy, dastlabkilarni telefonga qilib beraverasiz, to'g'ri? Kelishgan holatda masofani qizig'i kelishgan holatda dastlabkilarni qilib beraverasiz. Jigarlar do'konlarga deysizlarmi? Do'konlarga ham to'g'ri kelaveradi, to'ylarga, marosimlarga xudo xolasa hammasidan bo'ladi. Hojiboy ham o'zi dastlabkilarni qilib beradi. Masofani qizi yo'q. Hojiboy, telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 50lik kodi bilan 400 6109 raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Bo'l Hojiboy. Hojiboy necha puldan kilosiga ham bilan? 500 so'm. Kilosi 5000, kilosi 5000 so'mdan bo'lar ekan. Qolgan ma'lumotlar Hojiboyning o'zidan olasizlar. Xudo xolasa, dastlabkilarni hamma yo'qni yetkazib beramiz deb. Hojiboy, rahmat katta. Charchama. Deganlar boshlovchi bo'lmasam, keyingilariga ham o'tib ketaverdi. Keyingilariga. Manaqasidan so'raganlar, mana tarvuz, qovun, mana har xilidan hammasidan bor xudo xolasa. Aka, masofani qizig'i yo'q, dastlabkilarni qilib beraverasiz kelishgan holatda aka. To'ylarga bo'lami, nimalarga bo'lsa, hammasini xudo xolasa dastlabkilarni qilib beramiz deb kelishgan holatda. Necha pul aka tarvuz? Kilosi 7000. Kilosi 7000 so'mdan ko'p olsalaringiz, boshqa olsalaringiz do'konlarga ham hammasi qoplaveradi, deyapti. Dastlabkilarni qilib beradi. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi aka? 94lik kodi bilan 94lik necha? 94lik 169 11 77 raqamlarga aloqa chiqarsa qolgan ma'lumotni egasini o'zidan olasizlar. Xudo xolasa, aytilgan gap aytilgan, masofani qizi yo'q, dastlabkilarni hammasini qilib beraveradi. Do'konlarga olsalaringiz ham hamma yoq olsangiz qoplaveradi, deyapti. Aka, rahmat katta. Navbat taksiga o'tib ketaverganlar. Manaqalardan so'ragan jigarlar bo'ldi. Manaqa qovunlar nima deyapti bu obuna otlarni qaranglar, chiroyligini qarang, obuna otlar har xilidan bor, hammasidan bor. Mana shunaqasi chiroyliga xudo xolasa, shunaqasidan bor, do'konlarga ham, marosimlarga ham, to'ylarga ham hammasiga qoplaveradi, to'g'ri. Olib sotoqlarga ham qoplaveradi, dastlabkilarni qilib beraveradi, masofani qizig'i kelishgan holatda qilib beraveradi xudo xolasa. Bemalol, to'g'ri, necha puldan bular? Kilosi 5000 so'mdan, kilosi 5000 so'mdan ko'p olsa, yaxshi olsa qilib beraverasiz, to'g'ri. Kamaytirib boshqa qilib beraveradi. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 94lik kodi bilan 779 Ben Damasya Valor'un bo'laveradi. 96 67. 96 67 raqamlarga aloqa chiqarasizlar, dastlabkilarni kelishgan holatda qilib beraveradi. O'zimizga gardan. Olib o'zinglar dehqonchilik olib sotanlarga, magazinlarga bersalar ham qoplaveradi, xudo xolasa. Bemalol olib ketishyapti shunda. Bemalol olib ketishyapti, deyapti, jigarlar aloqa chiqaramiz. Chiroylilar. Hammasidan bor dehqonchilik. Telefon qilaylar, masofani qizi yo'q, dastlabkilarni hamma yo'qni qilib beramiz, deyapti. Aka, rahmat katta, charchamang. Manaqasidan so'ragan oldim. Mana u nima deyapti mana, tog'a? Assalomu alaykum, nasibsiz, yaxshimi? Labos necha pul xudo xolasa tog'a bo'ladi? 750 ming deyapti aka. Labos 750 ming, aytilayotgan narx muhim emas, telefon qilishaversin-a. Shu nomerlarga aloqa chiqarasiz. 91lik 169 18 79 raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Masofani qizig'i xudo xolasa kelishgan holatda dastlabkilarni qilib beramiz, deyapti. Kamaytirib beradi, aytilayotgan narx emas, 1 million so'mdan tortib savdosini qilaverasizlar. Bunaqalardan ko'p xudo xolasa, to'g'ri. Shunaqa shu nomerlarga aloqa chiqaramiz. Ekranga ham chiqarib qo'yamiz, shu nomerlarga aloqa chiqaramiz. To'g'ri, rahmat, ishlaringizga omad, charchamang. Navbatdasiga o'tib ketaverdi jigarlar, rahmat tog'a. Jigarlar, mana kartoshka, piyoz deysizlarmi, pravda deysizlarmi? Chorva hayvonlarda chichimanda chetroqqa olib so'raganda akalar, mana kartoshka, piyoz, mana meva-cheva hammasidan chiqarib beraman xudo xolasa.
Keyingi videolarimizni ham tomosha qilib turinglar. Chorva hayvon hammasidan chiqarib beraman aka. Kartoshka, piyoz hammasi bor. Pomidori deysizlarmi, sabzi deysizlarmi, nima desalar bor. Masofasini qizig'i yo'q, xudo ursa dastlabkilarni qilib bera olasizlar aka. Telefon qilsa bo'ldi, masofasini qizig'i yo'q. Telefon qilaveringlar akalar, 100 so'mdanmi, 200 so'mdanmi tortib savdosini qilaverasizlar. Olib sotarlarga ham, to'ylarga ham, magazinlarga ham olsa aka, qoplaydigan qilib berasiz aka. Telefon qilishaversa. Nomeringizni aytasizmi aka? 88lik kodi bilan 90lik kodi bilan 389 54 52 raqamlarga aloqaga chiqaversak, necha pul aka kartoshka? 4000 so'm, qopga bo'lsa 3 dan beraveradi. 4000 so'mdan 3000 so'mdan ham beraverar ekan akalar, 100 so'mdan to'g'ri savdo qilaverlar, xudo olasa kelishgan olib dastlabkilarni qilib beramiz. Akalar rahmat katta, ishlarga omad charchang, manaqa mana. Qop dehqonchilik hammasidan bor. Aloqaga chiqaveringlar, hammasi yaxshi bo'ladi, xudo olasa. Akalar rahmat, charchamanglar.